Bugun sizlarni o'zim bilan Qirg'izistonda Arslon bobiga olib ketaman, aylanib kelamiz. Bu yo'q asosan tog'li joy bo'lgani uchun kiyishga qulay va qalinroq narsalar oldim. Borish kunimiz o'zi hali aniq emas edi. Opa-singillar kunimiz bir-biriga to'g'ri kelmasdan mana qilib so'drab yurdik va nihoyat bugunga ana bo'ldi. Qirg'izistondagi ammamlarga to'planib kechki mahal o'sha yerdan ketadigan bo'lganmiz. Men bo'lsa uydan obedda chiqdim. Bilasizlar, uyimiz Tamojniga yaqin, mashinada 5-10 minutlik masofa. Kaltalatish uchun chevarga bergan dvoykam bor edi. Yo'l-yo'lakay uni ham oldim. Xullas Tamojnidan o'tib, pulni almashtirib, Qo'chqartaga ketdim. Bozorga kirib yeyishga mayda-chuyda olmoqchi edim. Kun issiqlik qilib, fikrimdan qaytib, to'g'ri ammamnikiga ketdim. Mont qilishgan ekan, kakras qornim ochidi. Mashina kelguncha yeb, qorinni to'qlab va shu bilan keyin yo'lga chiqib ketdim. Arslon bobga ikkinchi marta kelishim. Birinchisida ko'p joylariga bora olmaganman. Bu safar katta va kichik sharsharalargacha chiqmoqchiman. Agar sizga bu jarayonlar qiziq bo'lsa, videoga like bosib, meni xursand qilib qo'ying. Men bo'lsa sizga hammasini ko'rsatib boraman. Qayerda nech pulga qolganimizgacha. Neymiş bu? Bir. Üç молодец. Dört. Beş. Bitti. Bir. Şöyle de kalırsa Oyun tep var mı? Ha? Bir. Şöyle de kalırsa Oyun tep var mı? Ha? Yo'llarim omon, osmon qadamim poylar, borsam qaytomon, nurga to'ladi joylar. Yo'llarim omon, osmonimda oy porlar, endi men hayron, intizor